Sovet ittifoqi kinoindustriya orqali qanday propaganda qilganiga qaraydigan bo'lsak, o'z yurtini himoya qilgan ota-bobolarimizni yovuz bosmachi qilib ko'rsatilib, rus bosqinchilarini bo'lsa bizga madaniyatni olib kelgan, bizni yovuz kuchlardan himoya qilgan xaloskordek qilib ko'rsatilgan. Televideniyadagi ko'rsatuvlarni ko'radigan bo'lsangiz, hamma joy bog'i bo'ston, chamanzor. Bir qarasangiz, rahbarlar xalqni hayotini farovonligi yo'lida kuyib-pishib yurgan, borgan joydagi ko'rishgan xalq ham hayotidan mamnun ekanini takror izhor qilgan. Ey hukumat tepasidagi insonlar, qachongacha dindonlardan olaboji yasaysizlar? Afg'oniston dedinglar, Afg'oniston ozod bo'lib tinchib ham ketdi mana. 5000 kilometr uzoqdagi Suriya xavfidan ogoh etardinglar. Suriya ham ozod bo'ldi. Rossiya Ukrainani misol keltiray desanglar, ikkita kofir davlat bir-biri bilan urushyapti. Hech bo'lmaganda ulardan bittasi musulmon bo'lganda ham uni ham gapirib xalqni propaganda qilgan bo'lardinglar. Sizlar tug'ilganinglarda islomiy ism qo'yib, islomiy marosim qilasizlar. O'lganinglarda yana islomiy marosim qilib janoza o'qittirasizlar. Shu ikkita ishning orasida bir umr dinga va dindorlarga qarshi kurashib yashaysizlar. Tarixda podshohlarning yonida xos sehrgarlar bo'lgan. Ular xalqqa podshohni qudratli ko'rsatib turish uchun xizmat qilgan. Oddiy xalq podshohga qarshi chiqdi deb bo'lsa, la'natga duchor bo'lishini aytib, sehrgarlar xalqni qo'rqitib turgan. Xuddi shunday Fir'avnni ham sehrgarlar bo'lgan. Sehrgarlar Fir'avnni xalqqa xudo deb ko'rsatish uchun har xil sehr jodular qilgan. Zamonlar o'tib, televideniya va kinoindustriya rivojlangandan keyin o'sha sehrgarlarning o'rnini egalladi. Masalan, Amerikaning kinolarini qaraydigan bo'lsangiz, Amerika o'zini doim kuchli, qudratli deb ko'rsatishga harakat qilib keladi. Doim u o'zini xaloskor, dunyoni global xatarlardan qutqarib qolayotgandek ko'rsatishga urinadi. Amerika bu filmlarni ishlash uchun ayamasdan milliardlab dollarlarni sarflaydi. Amerika qanday qarorga kelsa, o'sha qarorni qolganlar ham olqishlashi uchun, ma'qullashi uchun filmlarni jimjimador qilib ishlashga harakat qiladi. Iroq va Afg'oniston haqidagi kinolarda ko'radigan bo'lsangiz, o'zini yurtini himoya qilayotgan insonlarni terrorist qilib ko'rsatishga, bostirib kirgan amerikaliklarni bo'lsa xaloskor, tinchlik o'rnatuvchi, tinchliksevar, haqiqatparvar qilib ko'rsatishga urinadi. Fir'avn sehrgarlari orqali o'zini xudo deb ko'rsatishga harakat qilganidek, Amerika ham ba'zi filmlarida o'zini xuddi dunyodagi hamma narsani ko'rib bilib turgandek ko'rsatishga harakat qiladi. Barcha axborotlarni birinchi monitorga ber. Xo'psi. Bizning obyektimiz angliyalik Simon Ross, reportyor. Menga uning barcha telefon so'zlashuvlari kerak. Blake Bryan haqidagi uyi, mashinasi, bank hisob raqamlari, kredit kartochkalari, qatnov marsruti, uning fikri-yu xatti-harakatlari haqidagi ma'lumotlar kerak. Shu jumladan ushalmagan orzulari, ayniqsa uni nazorat qilayotgan odamning ismi kerak. 4-darajali ruxsatnomadan foydalanishingiz mumkin. Savollar bormi? Unda ishga kirishinglar. Lekin Amerikani Afg'onistondan qanday sharmanda bo'lib chiqib ketganini hammamiz ko'rdik. 20 yil urushib ham Afg'on xalqini yenga olmadi. Nega shuncha kuchli qurolga ega bo'lishimizga qaramasdan Afg'on xalqi Amerika askarlaridan qo'rqmayapti degan savolga urush statistikalarini kuzatib boruvchi tahlilchilar, chunki Afg'on xalqi Remboni ko'rishmagan degan javobni aytishgan. Haqiqatdan ham Amerika Afg'on xalqini televideniya orqali propaganda qila olmadi. Qisqa qilib aytganda, Afg'on xalqi Amerikaning propagandasiga uchmadi. Endi Sovet ittifoqi kinoindustriya orqali qanday propaganda qilganiga qaraydigan bo'lsak, Sovet ittifoqi ham o'z filmlari orqali O'rta Osiyo mamlakatlarini boshqarishga harakat qilgan. Sovet ittifoqi kirib kelishidan oldin bizni diyorlar razolatga botgan, sivilizatsiyadan uzoq, ochlik, qashshoqlik hukm surgan. Sovet ittifoqi kirib kelgandan keyin bo'lsa, odamlarni xuddiki ish bilan ta'minlagan, odamlar dalalarda paxta terib, ko'chalarda kuy qo'shiqlarni kuylab, sho'x-shodon yurgan, hamma hayotidan mamnundek qilib ko'rsatilgan. O'z yurtini himoya qilgan ota-bobolarimizni yovuz bosmachi qilib ko'rsatilib, rus bosqinchilarini bo'lsa bizga madaniyatni olib kelgan, bizni yovuz kuchlardan himoya qilgan xaloskordek qilib ko'rsatilgan. Sovet ittifoqi tarqagandan keyin O'zbekiston bu an'anani davom ettirib, televideniya orqali xalqni propaganda qilib kelyapti.
televideniyadagi ko'rsatuvlarni ko'radigan bo'lsangiz, hamma joy bog'i bo'ston, chamanzor, hamma hayotidan mamnun. Haqiqiy hayotda bo'lsa, televideniyadagi lavhalarni tamoman teskarisi. Bir qarasangiz, rahbarlar xalqning hayotini farovonligi yo'lida kuyib-pishib yurgan, borgan joydagi ko'rishgan xalq ham hayotidan mamnun ekanini takror izhor qilgan. Ularni avvaldan rahbar bilan bo'ladigan uchrashuvga bir oylab tayyorgarlik ko'rilishini, to'satdan istalgan xonadonga kutilmagandek mehmon bo'lib kirib kelishi va shunga o'xshash soxtakorliklarni qancha yashirishga urinishsa ham sahnalashtirilgani yaqqol bilinib qolyapti. Bu sahnalashtirilgan lavhalarni ko'rgan xalq qaniydi men ham rahbar bilan ko'rishsam deb orzu umid qiladi. Lekin bilmaydiki, agar u ko'rishadigan bo'lsa, hech qachon u muammolarni rahbarga ayta olmaydi. Balki unga avvaldan qaysi gapni gapirilishi, qaysi maqtov so'zlarni qo'llanilishini aytib o'rgatib qo'yilgan bo'ladi. Televideniyada mamlakatdagi muammolar keragicha yoritilmaydi. Har bir televideniya qoshida senzura bo'limi mavjud bo'lib, har bitta tayyorlangan ko'rsatuv o'sha kabinetdagi DXX xodimi ruxsati bilan efirga uzatiladi. Shuning uchun ham dunyoning turli mamlakatlarida biror fojia talofat yuz beradigan bo'lsa, O'zbekiston televideniyalari o'sha joydagi voqea hodisalarni yoritib, kerak bo'lsa davlat nomidan hamdardlik izhor qilinadi. Lekin mamlakatda ichida nechtalab odamlarning o'limiga sabab bo'lgan fojia halokatlar haqida ko'rsatuvlar efir yuzini ko'rmasdan o'tib ketadi. Jannatni ko'rmoqchi bo'lsang, O'zbekiston televideniyasini ko'rgin. Jahannamni ko'rmoqchi bo'lsang, O'zbekistonga borib ko'rgin degan gap xalqimiz ichida bejizga tarqalmagan. Doimiy ravishda yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo degan shiorlarni aytaverib, odamlarni ham me'dasiga tegib ketishgan. Davlatning qarzi kundan kunga oshib borayotgani, ularni to'lashda qanday chora-tadbirlar ko'rilyaptimi, yo'qmi, hech qaysi kanalda bu haqda biror ko'rsatuvga ko'zi tushmaydi. Agar xalq biror muammoni ustida faollashib qoladigan bo'lsa, shu muammodan chalg'itish uchun uni qarshisida sun'iy muammoni yaratishga, muhokama maydoniga olib kelishga intilishadi. Qaysidir deputat yoki vazir yosh bola ham gapirmaydigan saviyasiz gaplar bilan qovun tushirganida yoki qaysidir artistning otasi topilmay turganini muhokama qilib turgan paytimizda xalqni zarariga ishlaydigan qandaydir qaror imzolanib, ijrosi amalga oshirilganini ham bilmay qolasiz. O'zbekiston hukumatı dinga qarshi kurashishda ham televideniya orqali propagandadan muntazam foydalanib keladi. Dindorlar tinchlikni ko'ra olmaydigan nonko'r, vatan xoini, yovuz insonlar, dinga berilmaydiganlar bo'lsa, odamlarga yaxshilikni ulashishni maqsad qilgan ezgu insonlar qilib ko'rsatiladi. Bir tarafda Qur'on ta'limini bergani uchun qo'lga olingan kishini oq-qora rangda, orqa foniga qo'rqinchli muzikalarni qo'yib tasvirlashadi. Boshqa tarafda bo'lsa, yorqin rangli tasvirlarda yoshlar bu kabi narsalardan o'zini saqlagan, dinga berilmagan holda tinch, farovon hayot kechirayotgandek tasvirlashadi. Hozirgi kunga kelib berilayotgan xabarlar bilan voqelikdagi hayot bir-biriga zid bo'lgani sababli televideniyaga nisbatan odamlarning ishonchi susaydi. Xalq axborotlarni real shaklda boricha yoritadigan Facebook, Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlardan oladigan bo'ldi. Bu borada odamlar xalq dardini olib chiqib, muammolarni yoritadigan mustaqil jurnalist, bloger va huquq himoyachilarini kuzata boshladi. Endi hukumat muammolarni xalqning e'tiboriga tushmasligi uchun mustaqil jurnalist va blogerlarning faoliyatini cheklash maqsadida litsenziya joriy qilishni rejalashtiryapti. Agar oddiy xalq tarafidan biror muammo ko'tarilib, odamlar orasida ommalashib, jiddiylashib ketadigan bo'lsa, hukumat ham darrovda o'zini yollanma blogerlarni ishga soladi. Ularni ba'zilari dindor ko'rinishda, boshqalari xalqparvar ko'rinishda bo'lib, ularni hammasi bir varakaga tilga kirib, ana shu muammodan boshqa tarafga xalqning e'tiborini tortishga harakat qilishadi. Biz Xitoy xavfidan ogohlantirganimizda, hukumat o'zini yollanma blogerlarni ishga solib, bizni provokatsiya qilishda aybladi. Ularni ichida o'zini diniy bloger deb ataydiganlari ham bor, artistlari ham bor, askiyachilari ham bor. Agar xalq dardini aytgan odamda dindorlik alomati bo'lsa, uni darrovda terrorchi, vatan xoiniga chiqarishadi. Xususan, mana shu ayblovni bizga ham qo'yib kelishyapti. O'zbekistonda bo'lsang, qamab yoki jinnixonaga tiqib qolganlarga o'rnak qilmoqchi bo'lishadi. Agar tashqariga chiqib gapiradigan bo'lsang, nega chiqib ketib gapirding?
qo'lingdan kelsa O'zbekistonga kelib gapirgan deyishadi. Mana siyosiy mahbusman. Mana qamoqxonaning ichida gapiryapman. Ayrim manqurtlar uchun alohida vatan ichida turib sayraydigan, vatanni sotayotgan nonko'rlar uchun ichkarida turib Xitoyga qarshi kurashdim. Meni jinni deb qamadilar. Nima endi ushlab turibsizlar? Hojalaringga aytinglar. Kirib keldi-ku, sotib bo'ldilaring-ku. Militsiya bilan, davlat bilan ishing aralashma, yomon bo'ladi deb. Davlat degani biz bo'lamiz, xalq bo'ladi. Sen marraz davlat emassan. Sening zo'rlik qilib o'tirib olgan otang davlat emas, vatan emas u. Vatanni yeb bo'ldilaring, xalqni yeb bo'ldilaring, qarzga tiqib bo'ldilaring, hamma yoqqa sotib bo'ldilaring. Endi bo'ldi. O'zbekiston xalqim, farzandlaringning kelajagini o'ylamasalaring. O'tirib olib, mana u bunday dedi, munisa tug'ibdi, bu yog'i og'ridimi, boshqa ish yo'q, mana u bunday deb qo'yibdi, mana u bunday deb qo'yibdi, boshqa senlar chalg'itadigan. Ertaga mana shu Xitoy masalasi tugasin, yana Alisher Qodirovga o'xshagan klonlar chiqaradi, bir bola sayratadi, hammani shu bilan ovora qilib qo'yadi. Sening hozir bitta tashvishing, bitta fojiang mana shu Xitoy kirib kelgani, qo'ygan kameralarning hammasi Xitoy nazorat. Bizga davlat xavfsizligini ish qolmadi. Xususan O'zbekistondaligida gapira olgan odam hamma joyda turib gapirishga haqli. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham Makka da turib dinga ochiq da'vat qildilar. Bir o'zlari Makka hokimlariga qarshi chiqdilar. Insonlarni insonlarga qullik qilishdan yolg'iz Allohga qullik qilishga chaqirdilar. Bu narsa Quraysh sayyidlariga yoqmagandan keyin u zotni joniga qasd qilishni reja qilishdi. Shunda Alloh taolo u zotga hijrat qilishni buyurdi va u zot hijrat qildilar. Endi bizga nega chiqib ketding? O'lguninggacha shu yerda turib gapirishing kerak edi deydiganlarga savolimiz. Sizningcha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham chiqib ketib xato qildilarmi? U zot ham o'ldirilgunlarga qadar Makkani tashlab ketmasliklari kerakmidi? Haqini aytishga buyurgan Alloh o'rni kelganda hijrat qilishga ham buyuradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir munkar ishni ko'rsalar, o'sha zahoti odamlarni chaqirib, minbarga chiqib xutba qilib, ey insonlar, sizlarga nima bo'ldiki, undoq kishilarni ko'ryapman, bundoq kishilarni ko'ryapman deb yuzaga kelgan muammoni aytib, tuzatishga harakat qilardilar. Bizda bo'lsa, bir marotaba minbarga chiqib xutba qilib qo'yadigan bo'lsang, o'sha zahoti minbardan urib tushirib, yomon otliq qilib, yo qamab yoki jinnixonaga tiqib yo'q qilishni payiga tushadi. O'zbekiston hukumati media orqali qilayotgan propagandalarida bizni qo'zg'olon qilishga undashlikda ayblashadi. Men qaytanga bu ishlardan odamlarni qaytaraman. Chunki hozir bu makkor hukumat dindorlarni biror xato qilishini kutib, povod qidirib yuribdi. Bir necha yillar oldin DXXning sobiq kuratori Shuhrat G'ulomovning boshchiligida Yunusobod ko'prigiga qora bayroqni ilingani va undan oldinroq Chorsuvda portlash amalga oshirilgani ham shular jumlasidandir. Bularni hammasi DXXning nayranlaridan bo'lib, dindorlarni qamash uchun va xalqni qo'rquvda ushlab turish uchun qilingan ishlardan edi. DXX doim dindorlarga qarshi kurashish uchun shunaqangi hiylalarni muntazam qo'llab keladi. Bu ko'rsatuvni tayyorlashdan maqsadimiz davlatni xalqi ustidan qiladigan axborot propagandasi haqida ma'lumot berish edi. Bu usulni bugun menga, ertaga sizga va farzandlaringizga qo'llashi aniq. Shuncha yil hukumat bizni ustimizdan propagandalar qilib keldi. Shuncha aldanganimiz yetar. Qachongacha aldanishda davom etamiz? Ey hukumat tepasidagi insonlar, qachongacha dindorlardan olaboji yasaysizlar? Afg'oniston dedinglar, Afg'oniston ozod bo'lib tinchib ham ketdi mana. 5000 kilometr uzoqdagi Suriya xalqidan ogoh etardinglar. Suriya ham ozod bo'ldi. Rossiya Ukrainani misol keltiray desanglar, ikkita kofir davlat bir-biri bilan urushyapti. Hech bo'lmaganda ulardan bittasi musulmon bo'lganda ham uni ham gapirib xalqni propaganda qilgan bo'lardinglar. Sizlar tug'ilganinglarda islomiy ism qo'yib, islomiy marosim qilasizlar. O'lganinglarda yana islomiy marosim qilib janoza o'qittirasizlar. Shu ikkita ishning orasida bir umr dinga va dindorlarga qarshi kurashib yashaysizlar. Sizlar ming turli propaganda qilib, dindorlarni yomon otliq qilib ko'rsatishga urinib, Allohning dinini og'zinglar bilan puflab o'chiraman deganinglar bilan hech qachon bu ishni uddasidan chiqa olmaysizlar. Chunki Alloh o'z nurini kofirlar buni istamasa ham
tamomiga yetkazaman deb Qur'onda va'da bergan. Bu tuproqlar musulmon ajdodlardan meros qolgan tuproqlar. Hali har bir qarich yeri islom azizligi bilan izzatga to'lib toshadi. Buni o'sha kun kelmagungacha tasavvur qila olmaysizlar. Sizlar mustahkam o'rnashdim, endi hech kim o'rnimdan qo'zg'ata olmaydi degan paytinglarda Alloh o'sha o'rnashgan joylardan qo'porib tashab, o'rninglarga Allohni dinini aziz qiladigan insonlarni olib kelib qo'yishga qodir. Bizni Robbimiz har bir ishga qodir zot. Bunga umri davomida Allohning diniga qarshi kurashib, oxirida halok bo'lgan insonlarning hayotini misol keltirmay qo'ya qolaylik. Yaqin shu kunlarda sodir bo'lib turgan ishlarni qarasak ham Allohning qudratini ko'rishga yetarli ishlar bo'lyapti. Sizlar qancha makr hiyla qilib musulmonlarning ustida propaganda qilmanglar, Alloh o'zini bir dona makri bilan sizlarda hamma makr hiylalarni chippakka chiqarib qo'yadi. Alloh taolo va makaru va makaralloh vallohu xoyrul makirin deydi. Ya'ni ular makr qilishdi, Alloh ham makr qildi. Alloh makr qiluvchilarni yaxshirog'idir deydi. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.